daqiqa vaqt bor va o'rtada ssenariy bo'yicha o'sha konsert bo'lishi kerak edi. Balkim mana shu yaqinlashib qolgani boisidan shu muxlislarning konserti bilan futbolga o'tib ketamiz shekilli. Muxlislar konsert berishga haqli, ularning sadolari ostida boramiz degan mantiq yashiringan bo'lsa ajab emas. Mana shu hozirgi tadbirda, chunki bu ham tadbirning bir qismiga kiradi. Muxlislar haqiqatan muxlislik kayfiyati bo'ladi, ruhiyati bo'ladi. Shuni chog'lantirib olishyapti. Maza qilib O'zbekiston terma jamoasi uchun muxlislik qilishyapti. Va ishonchim komilki, Jahon orqali Zo'r TV telekanalini kuzatib turgan muxlislar, go'zal Toshkentimizni yuqoridan ko'rayotgan muxlislar xuddi shunaqa kayfiyatda tomosha qilishyapti. Jim o'tirgan bo'lishlari mumkin, lekin ich yonyapti, ich bayram qilyapti, qalb raqsga tushyapti. Fahriddin O'zbekiston terma jamoasining rasmiy o'yini reaches World Cup after 34 years. Descendants of great ancestors